Hop, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz YouTube'da obloshka dizayni haqida bo'ladi. Bu xudo xolasa dizaynga endi qadam qo'ygan yoki qiziqishi bor, Photoshop bo'yicha qiziqishi bor yoki umuman shu YouTube'da obloshka qildirmoqchi bo'lgan o'zi prosta pozitiv qidirgan insonlarga ham xudo xolasa foydali bo'ladi. Hop, bugungi videomizda obloshka dizayni mana shu holatda, mana bu holatga kelgan jarayonni birgalikda xudo xolasa ko'rib chiqamiz. Bu ozgina oldingi ish. O'shaning uchun sizlarga tayyor dizaynni qanaqa etaplardan o'tganligini hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, rasmimiz berilgan rasm shu holatda edi. Bu vertikalni olingan rasm. Bunga qilinadigan narsa videoni g'oyasi bo'lsa, to'g'rirog'i umringizni uy qurishga bag'ishlab olmang, shu mavzuda edi. Ya'ni umringiz o'tib ketmasin, chiroyli fasad qilaman yoki boshqa narsa deb umringiz o'tib ketmasin degan ma'noni chiqarib berish kerak edi. O'shaning uchun biz bularga birinchi o'chirtda qarilikni singdirmoqchi edik. Shu umringiz o'tib ketgan, ya'ni kattaroq yoshli anaqani singdirish maqsadida biz ishga kirishdik. Bizga eng kerakli narsa shu bo'lgan boshqa yana sun'iy intellektdan foydalanadi. Bu har bitta dizayner uchun foydali, kerakli. Buni pulli versiyalardan emas, hamma uchun birdek kerakli, hamma uchun birdek foyda berish uchun tekinlardan foydalanib ko'rsataman. Birinchi o'chirtda bu rasmni Flickr bo'limga qo'yib olamiz. Prompt yozsangiz, o'sha inglizchalab ChatGPTga yozib bersangiz ham yozib beradi. Shu insonni qaratib ber deb prompt yozib bersangiz, yozib beradi shu ingliz tilida. Bu ozgina oldingi ish bo'lgani uchun hozirlarga bitta promptini ko'rsatib o'taman. Xo'p, birinchi olgan narsamiz sun'iy intellektda mana shu holat bo'ldi. Mana shu holat bo'ldi. Birinchi olgan versiyamiz bu shu katta ehtimol bilan Flickrdan sal eskiroq versiyasi bo'lgan, chunki bu fevral oyida bo'lsa, hozir уже may oyi. O'shancha ozgina oldingi versiya. Keyin promptida ancha xatoliklar bo'lgan, shuning uchun sal bundoq anaqa bergan, effekt bergan. Ya'ni tekin versiyasi uchun ham sal ishimizda shunaqa sifatsizroq joylari bor. Lekin ikkinchisida shu promptlarga e'tibor qilganda yaxshi natija olindi. Mana sochida, alohida yuzda mana bo'rtmalar ozgina chuqur ishlab orilgan, to'g'ri, ja zo'r emas. Asosiy narsalari o'z holida qolgan, misol uchun. Keyin yana mana qo'lni olib tashlagan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Qo'l buni ko'rsatib barmoq bilan buni ko'rsatilayotgan bo'lsa, sun'iy intellektda endi olib tashlagan, mana nimadirlar sachratib o'rgan, yana boshqa narsalar. Barmoqlarga endi alohida 5 borlarga. Ana pastdagi mana barmoq buni ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa, Instagramning obloshka dizayniga kerak edi. Buni ham alohida qanaqa yechim berilganini birgalikda ko'rib o'tamiz. Hop, biz bu endi generatsiyani Photoshopga tashlab olganimizda mana shu holatda bo'ladi. Bundan keraksiz jihatlarni olib tashlash uchun maskadan foydalangan holda qo'lni chiqaramiz. Yana birikda mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana birikda elementlarida ishlangan. Hop, asosiy etapdan pastga o'tib bo'ldik. Keyingi qismimiz yana buni bir-biriga singdirish. Mana misol uchun mana bitta o'sha boshqa rang ishlanib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Qizg'ish berib qo'ygan o'zi amakilarni ko'rgan bo'lsangiz, mana shu bo'yni ko'proq qizargan bo'ladi. Yana boshqa bu akamizni rasmlar ishlash uchun buni mana ko'rsangiz bo'ladi. O'zlarining rangi bunaqaroq mana. Yashilga ko'proq tortgan rang. Mana bo'yinlari misol generatsiyamizda qizg'ish bo'ladigan bo'lsa, bu insonda bo'lsa, shu yashil sariqqa tortgan rang, insoniy rang. Bu hozir akamiz endi tetikroqlar, shuning uchun o'zlari ranglarni qo'ygan, qizarib ketmaganlar. Buni endi bir-biriga singdirish uchun birinchi o'chirtda selective colordan foydalanamiz. Buni o'sha generatsiyadan oldingi slaydda oldin tashlab olamiz, ustiga tashlab olamiz, to'g'rirog'i. Mana qizg'ish bo'ldi. Mana bu yerda chiqarsa bo'ladi selective colordan. Xo'p, buni endi to'g'rilab chiqish bor, har bitta etapdan. Xudo xolasa uni ham bitta obloshkami, boshqa dizaynmi, xudo xolasa birma-bir ham ko'rsatib o'taman. Qaysi etaplardan qanaqa o'tilgan. Buni xudo xolasa o'zingizlar bundoq o'ngga yo chapga so'rab qiziqib anaqa qilsanglar ham bemalol o'rganib ketasizlar. Biz bergan selective color yoqsa,
mana shu holatga keladi. Ko'rsana, yuzlarda farq qilmayapti buni. Hop, mana shu holatga kelamiz. Hop, keyingi qism ana endi buni yana ham mana baribir botlar unaqa singmaganda, mana tomoq qismlari, soqollari, keyin lunjlari, bo'rtmalari. Hop, buni ham yana singdirish uchun biz Crayon'ni enhancer'dan foydalanamiz. Ya'ni mana shu holatga tashlasangiz, o'zini promptini yozib beradi va enhancer'ga bossangiz yana siqib beradi. Yana ham shaklini ko'rishingiz mumkin. Misol bitta odamni qilib berdi, ya'ni farqlarini ham ancha yo'qotdi. Mana yuzlik bo'rtmalarni ham ancha to'g'riladi. Soqollarda ham qoralarni qo'shib berdi misol uchun. Hop, endi buni nima qilish qoldi? Photoshopga tashab, muhitga singdirish qoldi faqat. Photoshopga tashadi. Keyin bu holatda yana olib chiqish kerak. Ancha ustida ishlangan joylari bor. Buni ham xuddi shunaqa maska berib, iloji boricha shuni yuz qilmasdan brushni o'zingiz bilgan holat pastroq qilib ishlatgan yaxshi ancha. Flow ham 15 mi 20 lagami tushirib qo'ysanglar, mana bu opacityni 50 ga olib qo'ysanglar, ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p. Shunda mana hozir endi sizlar bilan qaysi joylar berilgan va qaysi joylar berilmaganini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Maskasiz shu holatda, maska bilan bu holatda. Hop, endi bu bizga nima berdi? Mana bu holatda, mana shu holatgacha, mana sochlarda alohida, yuzlarda mana aytgan lunjlarda alohida anaqa berdi. Muhimi, asosiysi mana ko'zligi, yana shunaqa bo'rtmalik joylarga uncha ko'p yurg'izib bormaylar brushchi, ya'ni shu olib kirilgan generatsiyani o'sha joylarga bera olmaylar. Iloji boricha shu qorada chiqarib tashlaylar. Olib tashlaylar. O'shanda insonni o'zini misol ko'rinishidan chiqib ketmaydi, ya'ni o'zgarib ketmaydi, notabiiy bo'lib ketmaydi-da. Shundan qochish maqsadida mana shu holatga kelgan. Xo'p. Hop, bizning keyingi qiladigan ishimiz, eng katta muammomiz tekst qo'shib, mana shu holatda yana jonlantirishimiz kerak. Nimadir qo'shish kerak shu yerga. Bir xil chiqish kerak. Hop, biz uning uchun boy olib kirgan generatsiyani kattalashtirib, mana shu holatga qo'ysak, misol uchun mana o'z kattalashganlari bilinib turibdi, mana ikkita bino bo'lib qoldi. Bunga yana ham yechim sifatida harflardan foydalanamiz. Mana misol bu alohida o'zi dizaynlarda mash stildan foydalanyapti. Bu o'zi tegi chopilgan stil 100%. Xo'p. Mana shu holat bilan yechim bersa bo'ladi. Keyingi etapimiz tekst yozib olish. Tekst mana shu holatda edi. Buni aytishim mumkin, misol YouTube'da ko'pincha obloshka dizaynlar, ko'pincha demayman, har xil tekst tagiga qanaqadir effektlar berib yoki qayerdandir tekst tortib oladi, fonga qo'yib yozib ketiradi. Bu qaysidir bloger sahifasiga odatiy bo'lib qolgan, misol auditoriyasi ham to'g'ri qabul qiladi, umuman hech narsa sezilmaydi. Asosan bunaqa stil deydimi yoki umuman minimalizm deydimi? Tekstni o'qitish uchun alohida unaqa wow narsa shart emas. Obyektni, mana asosiy obyektimizni orqasiga counter switch berish ham har doim shart bo'lmaydi. Muhimi informatsiyani to'g'ri yetkazib berish, insonning ko'ziga qulay, chiroyli ko'rinish, yaxshi muhitni yaratib bera olish. Xo'p, shuning uchun endi tekstni yozildi, bu обычный formatda yozilgan, ya'ni oddiy orqasiga rectangle qo'yib yozilgan. Xo'p, buni endi ko'rasizlar, orqa foni oqroq, buni ham misol rang ko'rsanglar bo'ladi. Anaqa yorqindan foydalanilgan. Shuning uchun endi buni ozgina yaxshiroq ko'rinish uchun, boshqa qilish uchun ozgina orqasiga soya berib qo'yamiz, ozgina. Mana pastrog'iga qoramtir anaqada berilgan, teparoqda mana misol quyosh nuri kelyapti, boshqa bo'lyapti. Buning uchun oqdan foydalanamiz. Yana bitta mana ozgina qora berib qo'yilgan. Xo'p, keyingi etapga o'tsak, yana selective colordan bu insonni yana ham qoramtir rangdan
Yana ham chiroyliroq rangni o'tkazish uchun mana shu holatdan foydalanilgan. Mana qizilli bu, sariqda mana bu. Mana misol bu yoqda bunaqa formatga o'tib ketadi bu. Yana ham yorqinroq, jozibadorroq desa bo'ladimi? Mana shunaqa formatga o'tkazish uchun mana. Misol buni va shunaqa bo'lib ketadi, buni sariq. Sariqroqdan ya'ni ozgina qizg'ish muhit berilgan mana inson yuziga. Lekin qoramtirroq joylarini yana ham ochib bergan. Mana bunga ham mana bu yerda ham alohida anaqa qilingan, ishlangan misol. Hop, keyin saturatsiyani -10 ga tushirilgan. Bu ranglarni eksport qilayotganingizda RGB rangda ozgina yana kontrast qo'shib, ozgina yana ranglarni sal bo'rttiribroq berib yuboradi. Shu RGB 1998 da mana shunaqa qiladi. Shuning uchun ozgina ranglarni saturatsiyasini ozgina tushirib qo'yish bizga eksport qilayotganda foyda beradi. Bu hamma narsani emas, misol uchun mana bu tekst ko'rsanglar saturatsiyadan keyingisi turibdi, to'g'riroq tepasida turibdi. Bunga ta'sir qilmaslik uchun misol buni tushirib qo'ysa, buni ham mana sal qoramtirroq bo'lib qolyapti. Ana shuning uchun mana shunaqa yo'l tutilgan. Ko'rsatmoqchi bo'lgan dizayn yechimlari, o'sha etaplari mana shulardan iborat edi. Asosiysi bog'lanib qolmang, shu Ctrl C chizish kerak ekan yoki boshqa wow qilib manipulyatsion ish qilish shart emas. Asosiysi informatsiyani to'g'ri yetkazib berish, keyin jozibadorlikni o'zida saqlab qolish. Mana shu eng asosiy narsa. Mijozlarga, o'sha blogerlarga, zakaz bermoqchi bo'lgan odamlarga o'zi umuman, misol YouTube'da obloshka ko'rdingiz, qaysidir u sizga yoqdi, lekin sizning kontentingiz unga to'g'ri kelmasligi mumkin. U bilan boshqacha, umuman boshqa sohalarda bo'lishi mumkin. Sizga ko'proq auditoriyangizga yoki mavzuyingizga aloqador narsa, minimalli narsalar bilan yaxshi chiqishi mumkin. Mana shu joylarda ozgina o'ylab ko'ring. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'ldi yoki qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Shu Photoshopga qiziquvchilar yoki dizaynerlar qaysidir etapdan bo'lishidan qat'iy nazar. Xudo xolasa yaxshi qabul qilinsa yoki kommentariyada so'rasanglar, xudo xolasa keyingi sonlar ham boshqa mavzularda ham o'zimga chiqarish niyat bor. Xudo xolasa uni ham chiqadi. Aloqa uchun mana shu nomerga yoki mana shu username Telegramdan bog'lansanglar bo'ladi. Nimadir so'rabmi, taklifmi, boshqami bemalol qabul qilaveradi. Xo'p, ketkizgan vaqtingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar, kuningiz yaxshi o'tsin.